borku, prosta sizlarni vaqtlaringizni oldim, aldim. Ana endi profitasiga urushamiz. Ey, men Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlarda trenirovka qilganman. Yo'qda yigitlari borku, Xudo xohlasa, qora mehnatda katta bo'lgan o'qimishliklari ham bor. Yurti uchun O'zbekiston bayrog'ini osmonga ko'tarish uchun to'xtamasdan harakat qiladi. O'zbekiston, assalomu alaykum. Yo. O'zbekiston! Yo. O'zbekiston! Hozir bitta gapni gapiraman, hamma bora o'zda baqiradi. O'zbek, o'ziga bek! Mani bu boshqacha. Men Xudo xolasa yelkamda mana shu 40 million aholini bayrog'i turib, boshimda milliy libosim, do'ppim tursa, o'sha Conor McGregor bo'lsa, peshonasini qiyshaytiraman. Yo'raman. Sizlar meni patishga qilinglar, internetda meni yomon ko'rib qolganlar bor. Ey, men bor hayotimni ko'rsatdim. Xudo xolasa 8-aprel dadamni tug'ilgan kuni bitta hayqiriq qani? To'g'ri, yangi mashina olishga qurbim yetmadi. O'zi Arenboyga chiqdim. O'zimda minib yurgan Gentra'mni hamma biladi, qora kulani. Dadam Sparkda yurib, men Gentra'da qanday yuray? Dada, Gentra muborak! Dadajon umringiz uzoq bo'lsin. Qirolning o'g'li qirol bo'ladi. Bo'rining o'g'li bo'ri bo'ladi. Xudo xolasa endi Gentra'da yurasiz, orqasiga yigit o'lsa ham no degan yozuv bor. Meni do'stimni mag'lubiyatga uchratgan bir Tojikistonlik bais bor. Tojikistonliklarni hurmat qilaman. Lekin kamil karate endi o'qiysan. Ey, bo'ri do'stlari uchun qasos oladi. Ana endi qochib bo'rmondan chiqa olmaysan tirik. Tojikiston papash, O'zbekiston olg'a, Qozoqdan bovurlarim.